Yaqinda 25 ming odam qatnashgan 35 million dollarlik mashhur Vital tadqiqoti vitamin D saraton va yurak kasalliklaridan asramaydi degan xulosa berdi. Lekin bu yerda bitta katta lekin bor. Ushbu tadqiqotda vitamin ataglar eng muhim kofaktorsiz va bemorning qondagi boshlang'ich defitsit hisobga olinmasdan berilgan. Bu videoni istagan paytda o'chirib tashlashlari mumkin. Chunki bu gaplar tibbiyot biznesiga to'g'ridan to'g'ri xavf soladi. Agarda siz ham haqiqatni yoritish tarafdori bo'lsangiz, bitta layk bilan qo'llab-quvvatlang. Shunda YouTube algoritmlari bu ma'lumotlarni ko'proq odamlarga ko'rsatadi. Bu mavzu juda ham muhim. Yurtimizda yashovchi har 10 kishining 8 tasida vitamin D dahshatli darajada past. Siz hozir biz serquyosh O'zbekistonda yashaymiz-ku. Bizda qanaqa defitsit bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Biz jazirama issiqdan qochib soyaga bekinamiz. Konditsionerli xonalarda o'tiramiz. Quyoshdan saqlovchi SPF kremlardan surtamiz. Qolaversa, shahrimizdagi chang va smog ultrabinafsha nurlarni kerakli spektrni to'sib qo'yadi. Natijada Toshkent yoki Samarqand va boshqa shaharlar aholisidagi vitamin D yetishmovchiligi shimolda yashaydiganlardan ham battarroq ahvolda. Bu vitaminni o'rganish bo'yicha dunyodagi yetakchi olimlardan biri professor Bruce Hollis isbotladi. Tanamizda vitamin D ga muhtoj bo'lgan ikkita mustaqil tizim bor. Birinchisi suyak endokrin sistemasi orqali. Unga juda oz miqdorda vitamin D kerak. Suyaklarni yaxshi saqlash uchun 30 nanogram yetarli bo'ladi. Poliklinikada sizga aynan shu miqdori norma deb aytishadi. Ikkinchisi hujayra panakrin tizimi. Asl mo'jiza mana shu yerda boshlanadi. Vitamin D bizni DNK'mizdagi 10% geniga ishlashga yordam beradi. U aynan immunitet hujayrasiga viruslarni o'ldirish uchun kerak. U prostata va ko'krak hujayralariga rak, ya'ni saraton o'sishini tormozlash uchun kerak. U miyamizni depressiyadan himoya qilish uchun kerak. Lekin bir muammo bor. Bu ikkinchi tizimni ishlashi uchun bazaviy vitamin D ning katta dozasi kerak. Ha, o'sha kapsuladan yoki quyoshdan oladiganimiz. Va eng asosiysi, bu bazaviy vitamin qonda bor yo'g'i bir kun yashaydi. Gapimizning mag'zini chaqyapsizmi? Agar siz vitamin D ni haftada bir marta ichsangiz yoki oyda bir marta moda bo'lgan 300 ming birlik qilib ukol olsangiz, suyak tizimingiz sizga rahmat aytadi. Lekin immunitetingiz, miya va metabolizm quruq qoladi. Ular uchun vitamin D 24 soatdan keyin g'oyib bo'ladi. Shuning uchun vitamin D ni har kuni ichish kerak. Xo'sh, ikkinchi tizimning yordam so'rab baqirayotganini qanday bilish mumkin? Bu faqatgina soch to'kilishi yoki terlash emas. Gap jiddiy halokat to'g'risida ketyapti. Vitamin D qattiq defitsitning eng xavfli oqibatlari va yashirin belgilari. Birinchisi suyak va bo'g'imlarning yemirilishi. Eng dahshatligi. Vitamin D yetishmasa suyak osteoporozi boshlanadi. Suyaklar ichi g'ovak bo'lib, bo'rdek mo'rt bo'lib qoladi. Ozgina yiqilish yoki zarba og'ir sinishlarga olib keladi. Undan tashqari artroz, bo'g'im tog'aylarining yemirilib ketishi va bo'g'imlarning doimiy yallig'lanishi, artrit aynan shu defitsitdan kuchayadi. Immunitet vitamin D siz aqldan ozadi va o'zingizning sog'lom bo'g'imlaringizga hujum qila boshlaydi. Natijada chidab bo'lmas og'riqlar paydo bo'ladi. Ikkinchisi, siz doimo terlaysiz, ayniqsa bosh va bo'yin qismida. Buni ko'pincha chaqaloqlarda ham sezish mumkin. Uchinchisi, tushunarsiz mushak og'riqlari. Faqatgina bo'g'imlar emas, balki suyaklar va mushaklarning o'zi og'riydi. Hatto yengil harakatdan keyin ham. Shifokorlar ko'pincha yelka qisib fibromiyalgiya degan diagnoz qo'yib turishadi. To'rtinchisi, soch va tishlar muammosi. Sochlar shunchaki to'kilmaydi. Ularning strukturasi o'zgaradi, yupqalashadi. Tishlar esa to'satdan sezgir bo'lib qoladi. Emali yemiriladi va plombalar tushib ketaveradi. Beshinchisi, ozolmayapsiz. Vitamin D bu gormon desa ham bo'ladi. U to'g'ridan to'g'ri insulin rezistentligiga ta'sir qiladi. Qattiq defitsitda qand miqdori o'ynaydi, vazn esa joyidan jilmaydi. Oltinchisi, depressiya va apatiya. Vitamin D dopamin va serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Agar kunduzgi soat 4 dayoq o'rningizdan turishga holingiz qolmasa,
Bu shunchaki charchoq emas. Bu kabi tibbiy sirlardan boxabar bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling. Biz bu yerda sog'liqni tiklash uchun eng to'g'ri yo'llarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qon analizingizni javobini oching. Laboratoriya yozadi. Norma 30 dan 100 gacha. Shifokor oldiga 35 degan natija bilan birga borsangiz, u sizga hammasi joyida deydi. Bu xato. 30-40 raqami bu shunchaki jon saqlash degani. Bu sizning son suyagingiz sinib ketmasligi uchun yetadi xolos. Lekin yetakchi endokrinologlar va jahon ekspertlari bir narsada birlashgan. Immunitet, onkologiya profilaktikasi va zo'r energiya uchun ideal daraja bu 80-90 nanogram millilitrga. Bu miqdorni qanday qilib to'g'ri ko'tarish mumkin? Siz 1000 yoki 2000 birlik kabi kichkina dozalar bilan uni ko'tara olmaysiz. Bu miqdor vitamin D darajasi yanada tushib ketmasligi uchun beriladi. Defitsitni to'ldirish uchun kattalarga ko'pincha 2-3 oy davomida har kuni 10,000 birlikdan boshlash tavsiya etiladi. Bilaman, hozir ko'pchilikda savol tug'iladi. Sizga shifokoringiz qanday doza tayinlagan? Izohlarda yozib qoldiring. Buni albatta muhokama qilamiz. Dozani oshirib yuborishcha buyrakda tosh yig'iladi-ku deb vahima qilishlari mumkin. Vitamin D ning zaharligi haqidagi mish-mishlar juda bo'rttirilgan. Agar sizda o'ta kam uchaydigan genetik mutatsiya bo'lmasa, vitamin D dan buyrakda tosh orttirish juda qiyin. Dozani oshirib yuborish qondagi darajani 150 nanogram millilitrdan oshganda boshlanadi. Buning uchun esa oila otni kallasidek dozada ichish kerak. Lekin eng asosiy qoida 2-3 oy ichdingizmi? Yana analiz topshiring. Dori ichishni to'xtatganingizdan keyin uzoq deganda bir hafta o'tib 80-90 raqamini ko'rdingizmi? Ajoyib. Endi ushlab turuvchi поддерживающий dozaga o'tasiz. Demak, siz 10,000 dozalik yaxshi bankadagi dorini sotib oldingiz. Lekin agar siz mana shu 3 ta qoidani bilmasangiz, pulingizni havoga sovurasiz. Birinchi kalit magniy. Bu haqida sanoqli odamlargina biladi. Vitamin D organizmda faollashishi uchun fermentlarga magniy kerak. Agar sizda magniy yetishmovchiligi bo'lsa, bu narsa 80% odamlarda bor. Vitamin D ni chelaklab ichsangiz ham qondagi daraja joyidan jilmaydi. Ratsioningizga 400 mg atrofida sifatli magniy qo'shing. Shunda vitamin D o'zlashtirilishi 40% ga otilib chiqadi. Ikkinchi kalit yog'lar va vitamin K2. Vitamin D yog'da eriydi. Uni och qoringa suv bilan ichyapsizmi? Tranzit bo'lib o'tib ketadi. Uni eng yog'li ovqatlanish paytida iching. Masalan, tuxum yoki avokado yeyiladigan nonushtada. Eng zo'ri omega 3 bilan birgalikda va vitamin D ovqatdan so'rib oladigan kalsiy qon tomirlarida tiqilib qolmasdan to'g'ridan to'g'ri suyaklarga borishi uchun uni vitamin K2 bilan birgalikda iching. Uchinchi kalit harakat. Vitamin D ni baquvvat suyaklar uchun ichyapsizmi? Zo'r. Lekin suyaklarga qon mushaklar orasidan boradi. Agar siz vitaminni ichib divanda yotsangiz, kalsiy suyaklarga yetib bormaydi. Yengil gimnastika qiling, ozgina toshlar bilan harakat qiling. Kalsiyga yo'l ochib bering. Endi boya boshida gapirganim Vital tadqiqotiga qaytsak, jurnallar bonk urib, vitamin D infarkt va saraton xavfini kamaytirmaydi deb tarqatilgan. Lekin bilasizmi, mualliflar qo'shimcha hisobotlarda mayda harflar bilan nimalarni yashirishgan. Olimlar ma'lumotlarni chuqurroq o'rganishganda boshlarini ushlab qolishdi. Ma'lum bo'lishicha, ular qatnashchilarga bergan o'sha oddiygina 2000 birlik doza ham mo'jizalar yaratgan ekan. Autoimmun kasalliklar 22% ga pasaygan. Revmatoid artrit, psoriaz, qalqonsimon bez muammolari, vitamin D adashib o'ziga o'zi hujum qilayotgan immunitetni tom ma'noda tinchlantirgan. Onkologiyada o'lim darajasi 16% ga kamaygan. Vitamin D rak paydo bo'lmasligiga kafolat bermagan, lekin u o'simtalarning o'sishi, agressivlashishi va odamlarni o'ldirishiga to'sqinlik qilgan. Miyani himoya qilishi. Britaniya Biobankining 2024-yildagi 350 ming kishi ishtirokidagi eng yangi tadqiqoti ko'rsatadi. Vitamin D yetishmovchiligi erta demensiya, aql zaifligi
va miya qarishining eng kuchli omillaridan biri ekan. Shundan keyin ham uni qanday qilib befoyda deyish mumkin? Tadqiqotlar pioneri Bruce Hollis ochiqchasiga shunday deydi. Vitamin D ko'plab dorilardan ko'ra yaxshiroq ishlaydigan tekin vosita. Bu millionlab dollar turadigan preparatlarning to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi. Farmatsevtika kompaniyalari odamlar buni bilishni xohlaydi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Qondagi darajangiz 60-80 birlikdan oshishi bilanoq sizning ikkinchi hujayra tizimingiz to'liq quvvat bilan ishlashga tushadi. Tez shamollashlarni unutasiz. Sizda barqaror energiya paydo bo'ladi. Teringiz toshmalardan tozalanadi. Qondagi qand miqdori esa normalashadi. Siz tom ma'noda sog'lig'ingizni zavodskoy nastroykaga qaytarasiz. Tibbiyot tizimi sekin harakat qiladi. Jurnallarda o'zini bir qop nojo'ya ta'siri bor qimmat dorilarni sotish uchun arzon vitaminlar ishlamaydi degan maqolalarni chop etish foydaliroq. Lekin sizning sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda. Analiz topshiring. 80-90 raqamiga erishishga harakat qiling. Vitamin D ni har kuni yog'li ovqat bilan iching. Magniy va K2ni unutmang. Bu videoni doim kasal bo'ladigan, oz olmaydigan yoki umuman madori yo'qligidan noliydigan yaqinlaringiz bilan ulashing. Ehtimol siz ularni yillab shifokor yurishlarini oldini olasiz. To'g'ri ovqatlanish va to'g'ri mashqlar sog'ayishning yarmidir. Lekin kasallik o'tkazilib yuborgan bo'lsa, sizga professional yordam kerak. Agarda 2 yoki 3-darajali artroz, grija yoki surunkali bo'g'im og'riqlari sizni qiynayotgan bo'lsa, Delta Klinik mutaxassislari sizga operatsiya va ukol dorilarsiz davolanishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.